o'zini vaqtini qadriga yetadigan akalarim. Remont qilib, vaqtinglarni ketkazib nima qilasizlar? Sizlar uchun bugun tayyor kvartira topib qo'yganman. Assalomu alaykum. Qulay manzilda bugungi obzorimizda Mirzo Ulug'bek tumani, Yalang'och bozorining orqasida joylashgan 4 etajli domni 1-etaji, 2 xona, 3 xona planirovka qilingan 48 kvadratli tayyor yevr remont qilingan xonadonni bugun obzorini qilamiz. Mana qaranglar, okam botlarni studiyniy formatda qilganlar, balkonga kuxnya chiqqan, kir mashina, gazli plita, kuxnya garniturini o'rnatilgan. Mana rakvinani qaranglar, vodopadli, qoyilmisizlar? Okamlar ushbu xonadonni полностью noldan o'zlari qilganlar. Santexnikadan tortib, hop, elektrik ishlarigacha noldan bo'lgan. Полностью теплый pol bo'lgan, spalnadan tashqari. Hozir sizlarga детский ko'rsataman. Mana bu yerda детский lyustralarni qaranglar, ventilyatorli lyustra, bolalarga konditsioner urib qolmasligi uchun qo'yilgan. Mana bu yerda spalnasi ko'rishingiz mumkin. Полностью xonadon uteplit qilingan devorlari. Hozir sizlarga sanuzel vannayni ko'rsataman. Bu yerda vannaya ko'rishingiz mumkin. Bu yerda sanuzel. Hop, ushbu xonadonimizni $72,000 baholaymiz. Yana ustida ozgina o't beradigan joylari bor. Kimga shu xonadonimizni ma'qul kelgan bo'lsa, pastda opsiyada barcha ma'lumotlarni qoldiramiz. Like, komment, repost qoldirishni unutmanglar. Vaqtini qadrlaydigan okalarga jo'natib qo'yasizlar.